Assalomu alaykum hammaga. Bugun eng qiyin mavzulardan bittasi antibiotiklarni ko'rib chiqamiz. Siz amaldagi yoki bo'lajak, aynan terapevtik yoki xirurgik yoki stomatologik xizmatlar bilan shug'ullanadigan shifokor aynan bo'lsangiz, kundalik hayotda bemorlarga infeksiyali bakteriyali kasalliklarda biz antibiotiklar tavsiya buyuramiz va bularni bilishimiz shart. Bizi ya'ni gram musbat, gram manfiy, keng tarmoqli, tor tarmoqli, bakteriostatik, bakteriotsit degan tibbiy terminlarni ko'p uchratgan bo'lishimiz kerak va ular tushunarsiz tuyuladi. Va bularda esa men oddiyroq tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Antibiotiklarni birinchi navbatda bilish uchun biza ya'ni antibiotik ya'ni bakteriyani nimadan tarkib topganligini bilishimiz kerak. Mana bu bakteriyani tashqi qobig'i hisoblanadi. Mana ko'rib turgan hujayra qobig'i qizil bilan belgilangan. Undan tashqari ichki qobiq bo'ladi. Bu sitoplazmatik membrana ekan. Mana. Endi uni o'rtasida esa oralig'ida demak suyuqlik bilan to'lgan periplazma, har xil enzimlar bilan to'lgan qism bor ekan, periplazma deb atalar ekan. Oddiyroq tilda aytadigan bo'lsa, ya'ni o'sha bakteriyani ichiga kirish uchun kerak bo'ladigan tarkibiy qismlardan biri. Ya'ni mana buni biz uy deb olsak, bu xona deb olsak, xonalarni bog'lab turadigan narsa bu eshik yoki koridorlarimiz bor. Periplazma shunaqa deb olsak bo'ladi qiyosiy ma'noda. Demak, ichki qismlarda hujayra, ya'ni bakteriyani hayotchanligi va davomiyligini saqlab turadigan strukturaviy tuzilishlar bor. Birinchi navbatda oqsillar biosintezida ishtirok etadigan ribosomalarimiz bor ekan. Bu 30 sli subyenitsa, bu 50 sli subyenitsamiz ekan. Undan tashqari para aminobenzoin kislota, ya'ni bu foliyaviy kislotaga bog'liq metabolizmiga. Bular nimaga ta'sir qiladi desa, informatsion RNK yoki DNK, ya'ni irsiy holatda bakteriya yana ko'paytirish uchun, ya'ni o'zidan nasl qoldirish uchun, yana xuddi shunaqa bakteriya hosil qilish uchun kerak bo'ladigan tarkibiy qism ekan. Undan tashqari bizda DNK hozirgina aytdik, hujayra replikatsiyasida ishtirok etib, bakteriyani yana bitta o'zidan yana shunaqa bakteriya hosil qilishimiz uchun kerak bo'ladigan ya'ni qism hisoblanadi. Demak, xuddi shunaqa holatda mana shu qismlarga ta'sir qilgan holatda antibiotiklarni biz bo'lar ekanmiz. Bakteriotsit yoki bakteriostatik holatda bo'lsak bo'lar ekan. Bakteriotsit, ya'ni biz bakteriyani batamom o'ldiramiz, bakteriostatik ko'payishini to'xtatib turamiz ma'lum miqdorda. Endi qaranglar, biz mana bu qachon uy qiyosiy holatda olsak, qulab tushadi yoki o'sha uyimiz polni buzilib ketadi, devorlarini buzib tashlasak. Demak, bizda tashqi membrana, mana bu periplazma, sitoplazmatik membranaga ta'sir qilib, bakteriotsit aynan ta'sirda olsak bo'lar ekan. Bularga nima kiradi? Misol uchun, bakteriotsitga mana bu tashqi qobiqga ta'sir qiladigan penitsillinlar, monobaktamlar, sifalosporinlar, karbapinimlar, glikopeptidlar va hokazo antibiotiklar, demak bakteriotsit ta'siriga ega bo'lar ekan. Undan tashqari, mana sitoplazmatik membranaga ta'sir qiladigan polimiksinlarimiz kirar ekan. Undan tashqari periplazmaga ta'sir qiladigan beta aynan laktamlar bo'ladi. O'shalar kirar ekan. Undan tashqari endi biz aytdik, bakteriostatik ta'sirga ega bo'ladi. Qolgan esa strukturaviy holatda mana bu ichki qismlar bizda nima bo'ladi desa, albattaki bakteriostatik holatda ta'sir qiladi. Endi qaranglar, mana bu para-aminobenzoin kislotaga ta'sir qiladigan antimetabolitlar, ya'ni sulfonilamidlar, trimetapremlar, bular ham hisoblanadi asosan bakteriostatik holatda. Endi inhibitor sintez belka, mana bu aytganimizda oqsilni biosinteziga ishtirok etadiganlar, tetratsitlinlar va aminoglikozidlar 30 sli subyenitga ta'sir qiladiganlar, bular ham bakteriostatik hisoblanar ekan. Faqatgina istisno tariqasini men aytib ketaman, qaranglar. Aminoglikozidlar bular bakteriotsit ta'sir qiladi. Nima uchun deb aytishingiz mumkin? Faqat mana shularda istisno bor. Bular oqsilni aynan sintezlab veradi, faqatgina aynan mana bu yerda hujayra qobig'ini boshqacha qilib yuboradi. Ya'ni xuddi misol uchun aytaylikki, hammasida g'ish-g'ish ishlatib kelyapsiz-ku, bitta joyda aytaylikki oddiyroq tuproq qo'shilgan yoki boshqa qo'shilgan g'isht, ya'ni mustahkamligi yaxshi bo'lmagan g'ishtni ishlatsangiz, albattaki uy buzilib ketadi. Xuddi shunaqa holatda bakteriya ham o'lib ketadi. Faqat aminoglikozidlarda eslab qolinglar, demak bakteriostatik emas, bakteriotsit ta'siriga ega bo'ladi. Undan keyin 50 sli subyenitsiyada ta'sir qiladigan makrolidlarimiz, xloromfenikollarimiz, linkamitsin dorilarimiz bizda qanaqa ta'sirga ega? Bakteriostatik, ya'ni hujayrani
ko'payishini oldini olib turadi, lekin bakteriyamiz aynan hayotchanligi davom etadi. Endi keyingisi inhibitor sintez nukleinovых kislot, rifampicin, asosan tuberkulyozda ishlatiladigan dorimiz, bilasizlar, xinolonlar, ftorxinolonlarga bularni ham bilasizlar, ya'ni ofloksatsin, ya'ni levofloksatsin ketaveradi, o'sha dorilar kiradi. Endi qaranglar, mana shu yerda DNKga ta'sir qilib, hujayra ko'paymayaptimi, hayotchanligi, ya'ni strukturaviy birlik holatda mana bu DNKni sintezlash ketganiga hisobiga nima bo'ladi desa, hujayra o'ladi. Hujayra o'ladi. Demak, DNKga ta'sir qiladigan antibiotiklarimiz ham qanaqa hisoblanar ekan? Albattaki bakteriotsid ta'sir qilar ekan. Endi qaranglar, qachon biz bakteriotsid dori preparatlarini beramiz, qachon bakteriostatik ekan. Xo'p, bu narsani bilib olaylik. Endi immunitetimiz qaranglar, agar bizda juda ham slabiy bo'ladigan bo'lsa, kuchsiz bo'ladigan bo'lsa, biz bakteriotsid beramiz. Sababi sizning immunitetingiz mana shu bakteriyani o'ldirib berishga kuchi yetmayapti. Bu qachon holatda bo'lishi mumkin? Reanimatsion kasalliklarda bo'ladi. Chunki ularda o'zi immuniteti susayib ketgan. Sepsis holatlari bo'lishi mumkin. Har xil aynan bizda ikkilamchi holatda meningit holatlari, ensefalit o'sha holatlarda yoki aynan endokardit o'shanaqa holatlarda berishimiz mumkin. Endokardit yurak kasalligida klapanning orasiga, ya'ni va bilasizlar, o'sha klapanlarga qon ta'minlanishi juda ham yaxshi emas. Endi immunitet qon orqali keladi. Qon orqali kelmagan narsada, mana immunitet kelmagandan keyin immunitet past bo'ladi o'sha yerda. Biz nima qilar ekanmiz? Bakteriotsid ta'siri orqali o'ldirib berar ekanmiz. Xo'p. Demak, buni bilib oldik. Endi qaranglar. Mana bu yerda gram musbat va gram manfiy degan narsani masalaga o'rgataman. Xo'p, gram musbat, gram manfiyni biz mana bu yerda ko'rsak bo'ladi. Juda ham yaxshi biladi hamma, ya'ni bittasi ya'ni rangi bo'yalishi va bittasi rangi bo'yalmasligi. Xo'p, bu narsa nimaga kerak o'zi degan savol bo'ladi. Mana bu yerda ko'rib turganlaringizda gram musbatga qaranglar va gram manfiyga qaranglar. Bu tashqi qobiqdan iborat bo'ladi. Boya tushuntirirdimmi? Aynan bakteriyaning tashqi qobig'i bo'ladi. Gram manfiyda demak tashqi yupqagina qobiq bo'lar ekan. Endi bunda esa gram musbatda tashqi qobiq bo'lmas ekan. Endi bunda nimalar bo'ladi desa, bunda peptidoglikanlar bo'ladi. Gram musbatda juda ham qalin bo'ladi. Bunda esa juda ham kichkinagina, ya'ni ingichka qobiq bo'ladi peptidoglikanlarda. Endi xuddi shunaqa holatda bunga buyoq beriladigan bo'lsa, bu asosan akrashivание bo'lmaydi. Oddiy misolga bir kichkinagina devolchani oling, bilan qoplangan gipsokarton yoki biron nima, ya'ni ingichka qobiq bilan unga buyoq sepadigan bo'lsa, u suv bilan yuvib tashlasa, u qolmaydi buyoq. Agar bir g'ishtmi yoki paxsali narsaga, qalin devorlarga biz buyoq qo'yadigan bo'lsa, albattaki buyoqda rangini saqlab qoladi. Chunki peptidoglikanlar saqlab mana shimib oladi. O'shaning uchun biz gram musbat, gram manfiyga bo'lib olamiz. Xo'p, endi bu narsani bildik. Bizga nimaga kerak deb aytishingiz mumkin, Muslimbek, nimaga kerak deb. Albattaki peptidoglikanlar mana bu tashqi qobig'i bo'lmaganligi hisobiga bular har xil aynan tashqi muhitdagi ta'sirlarga, bular bo'lishi mumkin har xil biologik aktiv moddalar yoki aytishimiz mumkin kislotalar, xlorid kislota oshqozonda u narsalarga ya'ni ta'sir qila olmaydi. Ya'ni bu nobud bo'ladi birdaniga. O'shaning uchun bu asosan kislorodli joyda yashagani ma'qulroq gram musbatli. Bu asosan bo'lishi mumkin dihательный пути, ya'ni nafas yo'llarida. O'shaning uchun angina, o'sha tanzilit yoki bronxit holatda gram musbat aynan bakteriyalar ko'proq uchraydi. Endi qaranglar, gram manfiy esa bizga kislorodsiz muhit ko'proq bo'lgan joyda yaxshi ko'radi bu. Kislorodsiz muhit bo'lgan joyda yaxshi ko'radi. Bu asosan o'sha aytganimizdek oshqozondagi xlorid kislotalarga ham, ya'ni yashab qolish xususiyati juda ham yaxshi bo'ladi. Oddiy bitta misol Escherichia coli bo'lishi mumkin. Endi bu holatda bizda qayerda bo'ladi desa, albattaki bu kishechniy, ya'ni ichak va mochopolovoy, ya'ni bu sidik ayiruvchi sistemada. Chunki ichak bilan sidik ayirish sistemasi bir-biriga qo'shilgan holatda va o'tadi. Endi o'zlaringiz o'ylab ko'ringlar, sizlarga bronxit kasalligi desa, qanaqa kasallik aynan yuzaga keladi desa, gram musbat birinchi tasavvur etishlaringiz kerak. Sistit deb aytsa, albattaki bu sidik ayirish sistemasida, demak gram manfiy aynan kasallik yodlaringizga kelishi kerak, yoki qanaqadir aynan ichak sistemali infeksiyali kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, gram manfiy bo'lar ekan.
Menimcha tushundilaringiz deb o'ylayman. Demak, keyingi narsamiz esa bu bakteriyani bizni o'ldirishga hisobiga biza keng tarmoqli yoki tor tarmoqli deb aytamiz. Tor tarmoqli deb aytamiz. Demak, mana shuni o'zida tushuntira qolamiz. Demak, keng tarmoqli bo'ladigan bo'lsa, bu ham gram musbat yoki gram manfiyga ikkalasiga ham ta'sir qilib yoki anaerobga ham ta'sir qiladigan, hammasiga ta'sir qiladigan bo'lsa, bu biza keng tarmoqli antibiotiklar deymiz. Ya'ni rus tilida shirokого spektra antibiotika shirokого spektra. Biza tor tarmoqli bo'ladigan bo'lsa, узкий spektr bo'ladigan yoki gram musbat yoki gram manfiy yoki anaerob infeksiyalarda o'zligiga ta'sir qiladigan bo'lsa, bu nima deyir ekanmiz? Ya'ni узкий spektr действия, ya'ni tor tarmoqli ta'sirga ega antibiotiklar der ekanmiz. Qachon shirokий spektr qo'llaniladi? Bitta o'ylab ko'ringlar. Agar bizni bakpasif olmasak, qanaqa u infeksiyaligini bilmasak, biz nimani yozar ekanmiz? Keng tarmoqli antibiotiklarni yozar ekanmiz. U hammasiga, ya'ni gram musbatga ham, gram manfiyga ham hammasiga ta'sir qilishi kerak ekan. Endi qachon bakpasifdan keyin, biz immunni passivdan keyin o'sha bakteriyani ikib ko'rib, o'zi aniqlaydi qanaqa bakteriyalar bor. Agar gram musbat chiqadigan yoki gram manfiy bildingiz, faqatgina узкий ta'sir qiladigan, ya'ni tor ta'sir qiladigan antibiotiklar berar ekanmiz. Demak, bugungi mavzuimiz mana shundan iborat bo'ldi. Agar yoqqan bo'lsa like bilan va albattaki o'sha obuna bo'lib qo'yish bilan bizani qo'llab-quvvatlab tursalaringiz bo'ladi. Albatta bu narsani do'stlaringizga yuboringlar. Hammaga kattakon rahmat.